burilib kelyapmiz, mana u kirib ketyapti. Qanday bu 88 ta bo'sh turibdi metda. Qaqa shosilinyapti odamlar. Men tushunmayman. Malades. Welcome to Uzbekistan. Mana mahallanchidan chiqdik, endi yo'l berk. Qanday o'tamiz? Xo'p, akalar, hozir laboyimizga yukimizni yuklab oldik. Endi xudo xolasa mana adresimizni ham navigatorga urib olganman. 108 kilometrga qarab borishimiz kerak ekan. When the road keeps rolling on. Assalomu alaykum do'stlar, yangi videoga xush kelibsizlar. Men O'zbekistonga qaytib keldim va ukam bor, radno ukam bor, Labo minadi hozirlarga Farg'onadan Namanganga bitta yukga borishimizni ko'rsatib bermoqchiman. Xudo xolasa bu Yevropadagi videolarimizga o'xshab qiziqarli bo'ladi deb o'ylayman, chunki men uchun bu yo'llar yangilik. Anchadan beri kelganim yo'q. Shunga videoni oxirigacha ko'ramiz, demak, ketdik. Left my baby crying, says she can't live that way. Mana bolalar, hozir bitta narsa yuklashimiz kerak. Nimaligini o'zim ham bilmayman. Qishloqdan yuklab, olib, shu bilan Namanganga yo'lga chiqamiz. Necha kilometr chiqishini bilmayman. Hozir navigatorga urganimizdan keyin bilinadi, xudo xolasa. Hey, bundan oldingi chiqargan videomdagi itdan ham bu nima ekan-ku bu? Jahldor ekan-ku. Kichkina bo'lsa ham. Mana shu motorni olib yuklashlari kerak. Bizni orqamizga minimetga tomoshalar ham tushmayman shekilli o'zi. Itlarni yaxshi ko'raman dema. Mani ko'mga mazza ekan, bilasizlar nimaga? Chunki bu yonini bitta betdan zamokini yecharkan, bitta metdan zamokini yecharkan, o'sha yoni ochilar ekan. Bizda furada ko'rganlaringdek, itgacha borib yonini ochishimiz kerak edi. Now I'm rolling through the valley, wind hums through my hair. Yeah, I'm rolling through the valley, wind hums through my hair. You can tell my woman I'm gone and I ain't coming back. Yüklab oldik, mana shunaqa bayladik, endi yengil. Yana hozir sekin yo'lga qarab bosamiz endi. Akalar, hozir laboyimizga yukimizni yuklab oldik. Endi xudo xolasa mana adresimizni ham navigatorga urib olganman. 108 kilometrga qarab borishimiz kerak ekan. Namangan tomonga ketyapmiz. Mana Qo'qonga ham yaqin joy ekan. Qiziltepa, Karochi, shu joylar bilan aylanib, men yaxshi bilmayapman-da. Plus aylanib boramiz. Yukni bitta sizlarga ko'rsataman kerakda. 108 kilometrga biz 2 soatda yetib borar ekanmiz, xudo xolasa. 2 soat u yoqqa, 2 soat bu yoqqa. Biz yuklagan yukimiz mana shu motor. Bilmayman nimani motori bu. O'sha o'tdan yuklab chiqdik. Yo'qchi bizga yaqindan ishimiz yo'q. Olib borib bersak bo'ldi. Endi sizlardan qiladigan talab taxmin qilib ko'ringlarchi, 108 kilometrga mana shu yukni nech pulga olib boryapmiz Laboda. Kommentariyada yozib qoldirasizlar. Agar ko'p bo'lsa xafa bo'laman, agar kam aytsalaring men xursand bo'laman, ko'proq pulga olib bordik deb. Demak biz hozir yo'lga chiqamiz, ketdik. Welcome to Uzbekistan.
minib o'tadi tag'in. Signal oladi tag'in. Xudo xohlasa Oltiariqqa yetib keldik, lekin to'g'risini aytaman, issiq vahshiy bo'lyapti. Tepadagi osmondagi bulutlarga qaramasdan bulutlik havo bo'layotganida men o'rtacha havo bo'lsa kerak, salqinroq bo'lsa kerak deb o'yladim, lekin adashgan ekanman. Vahshiy issiq bo'lyapti. Ustiga konditsioner yo'q bu namoqda. Konditsionersiz boshqa harakat qilyapmiz. Biz esa erta hozir magazinga kelganmiz, bag'dan suv quvib olamiz va yo'limizda davom etamiz. Bizim manzilimizga yetishimizga esa Xudo xolasa 51 daqiqa, 51 kilometr qoldi. Xudo xolasa maytda taniyotganlar bo'lishi mumkin. Menja zo'r bo'lormayman. Ma'lum qaraylarda hozir to'xtab turib endi yana qaytyapti. Bu molmi batdagilar men tushunmayapman. Mana molga o'xshab tushib kelishaveradi. Men trassamidi bu? Yo'q-da. Men to'g'risi odamlarni mashina minusiga 5 qo'yganim yo'q. Mana asab tuga bo'ldi. Meni ukamam zerikib ketdi, meni to'g'ri buni hafsalasini pir qildim to'g'risi. Do'ngqaloqdan chiqalasanmi? Mahalladan chiqdik, endi yo'l berk. Qanday o'tamiz? Menimcha o'tolmaymiz. Chunki kombayn ham sig'maydi bu yerda. Bilan o'zi shu 7 metr edi. O'z manzilimizga 400 metr qoldi xolos. Ukaxon endi xursand bo'layotdi, pulni soqqani sanaymiz hozir deb, endi yana muammo bo'ldi. Orada olib keluvdik. Ha, bo'ldi. Ana nima bor ekani? Konteynerli eshik bor ekani. Ha. Qaysi turibmanki? Zo'r, Xudoga shukr. Namanganda. Xullas akalar, uyda tushirib bo'ldi, yana bitta qiladigan ishimiz ikkita. Eng asosiysi gaz quyishimiz kerak, metan va undan ham keyingi asosiysi mo'yka qilishimiz kerak. Buni qaylab burilib kelyapmiz, mana u kirib ketyapti. Qanday bu beparosat 88 ta bo'sh turibdi maytda. Qaqa shosilinyapti odamlar. Men tushunmayman. Yo'l o'rtasida telefonda gaplashibdi. Mahallani ichida nima qilyapsizlar? 5 ta liniya bo'lib olib, men tushunmayman. Mana. Hamma bitta bunday birin-ketin ketsa bo'lmaydimi? To'g'ri, bular sekin ketyapti, tan olish kerak, lekin arqadan 2 qator kelyapti. birin-ketin ketsak bo'lmaydimi?
Biz qayerga shoshilyapmiz akalar? Prezident emasmiz-ku, jon akalar. Men ot arava nima qilyapsiz? Eshik arava. Bitta aholi punkti bo'lsa, bunday aholi yashaydigan joy bo'lsa, mana 30 tezlik qo'yib qo'yibdi. Sal sekinroq yuraylik mana. Jentra bilan yetib bormoqchi bo'layapti bular. Men tushunmayapman. Mana svetoforda 8 qator turibsizlar mana. Men bo'g'ilmay deyman, men tushuninglar akalar. Endi mashina minadigan paytimda men Yevropaga ketganman. O'zbekistonda hech qachon mashina minmaganman. Endi hozir baqa kelib turib mana to'xtab turibsiz-ku, brat. Buni qarang. Tormiz ez axir, tormiz ez mana. Qand non qarang. Qanday erishmoqchisizlar akalar? Medal bermaydi, bunaqa qilgan ishlarga medal bermaydi. Men vapshi bo'g'ilib men tugadim bor-ku. Hali 43 km. Mana tezligimiz mana 40-50 ketilinyapti mana. Mahallani ichida 50 yurishimiz kerak. Xo'p, qayerga boramiz? Bosib. Hozir yana bitta svetofor keladi, hammamiz to'xtaymiz. Xo'p, o'tishdi. Endi hozir o'shdan to'xtab turib chapga buriladi. 2000% qani qaralichi yana nima bo'ladi men yerda? Ikkita fura ketyapti.